Assalomu alaykum. Bugun gilos mavzusi haqida gaplashamiz. Asosiy savollardan biri ko'pchilik telefon qilib so'rayotgan yoki ko'pchiligimiz bir-birimizdan so'rayotgan narsa, nimaga gilosning narxi bu yil tushib ketdi? Endi asosiy bu yerda sekin tushuntirishlar olib boraman. Ya'ni bu yerda gilosni qisqa qilib aytganda bozorda taklifini ko'payib ketishligi va bir paytda qisqa muddatda ko'payib ketishligi narxni juda ham tezlikda tushib ketishiga sabab bo'ldi. Bilamiz, bu yil umuman sharoit, ya'ni gullash davridan boshlaydigan bo'lsak, to'g'ri bahorda masalan fevral oyidagi issiq va undan keyingi sovuqlar juda ko'p joylarda gilos mevalarini yaxshi bo'lmasligiga olib keldi. Masalan, aytaylik Toshkent viloyatida, boshqa viloyatlarda ham gilosda zararlanish bo'ldi, ya'ni meva o'sha viloyatlarda kam bo'ldi, kuchli sovuqdan zararlangan joylarda. Endi tasavvur qilinglar, agar u yerlarda ham yaxshi bo'lganda, butun respublikadagi narxga yana ham ta'sir qilishi mumkin edi tushib ketishiga. Demak, birinchi o'rinda gullashdan boshlaydigan bo'lsak, sovuqlardan chiqdik. Sovuqlardan chiqqanimizdan keyin gullash davrida sharoitimiz juda ham yaxshi keldi. Salqin juda ham qulay bo'lganligi uchun mevalar juda ham, giloslar juda ham yaxshi tugdi. Masalan, aytaylik, ichida boshqa nav bo'lgan joylarda ham changlanishlar yaxshi bo'ldi, chunki changlanish muddati degan narsa bor, ya'ni bu narsa o'rganiladi. Havo salqin kelganda, masalan, shunaqa navlar bor, aytamiz, kam hosil navlarga, Valovoy, Mirigina, Kordiya, masalan, ziroatlarga 18-20 gradus atrofida temperatura bo'ladigan bo'lsa, gullash davrida juda ham yaxshi changlanib meva qila oladi. Demak, undan yuqori bo'lgan yillarda esa kam bo'ladi. Shu paytgacha bunaqangi sharoitni biz ko'rmagandik, ya'ni bunaqangi ko'p meva tugishini. Sharoit zo'r bo'ldi, demak biz yaxshi kirib bordik gullashga. Gullash davrida mevalar juda ham yaxshi tugdi. Ari qo'yilmagan bog'larda ham boshqa navlar bo'lganligi sababli changlanish yaxshi bo'ldi. Demak, meva ko'p bo'ldi. Endi yana bitta narsaki, nimaga taklif bir paytda juda ham ko'payib ketdi? Chunki O'zbekistonda eng ko'p yetishtiriladigan Valovoy sersa navi hisoblanadi va bu narsa juda ham ko'p ekilganligi sababli bu bir paytda chiqishi mevalarning narxini yanada tushib ketishiga sabab bo'ldi. Yana bitta faktorlardan biri bu ob-havo, ya'ni havolarda issiq kelishi. Pishish davrini, masalan, aytaylik, erta pishar zona, o'rta kech pishar zonalardagini pishish davrini juda ham yaqin qilib qo'ydi. Issiq bo'lgan sari navlarning bir pishish davri juda ham yaqinlashib ketadi. Shu sababli, shu aytib o'tgan yuqoridagi faktorlar sababli giloslarning taklifi bozorda juda ham ko'payib ketdi va bir vaqtda ko'paydi. Bir xil navda bo'ldi bu narsa, ya'ni Valovoy sersada issiq kelganligi sababli giloslarning narxi tushib ketishiga sabab bo'ldi.